Ko'p ustalar shunday deydi. Ish yo'q, mijoz kam. Aslida bu noto'g'ri. Mijozlar bor, lekin ko'pchilik ular bilan to'g'ri ishlashni bilmaydi. Narxni tushuntirish, o'zini qadrlatish hech kim o'rgatmagan. Ish yo'qligi nimadan kelib chiqadi? Deylik, bitta ishni oldingiz, siz bor mahoratingizni ko'rsatyapsizmi? Sifatga e'tibor qilyapsizmi? Ko'pchiligida qanday? Shu ishni olgandan keyin tez tugatay, pulni olay degan fikr bilan ishlaydi. Bu noto'g'ri fikr. Siz ishingizni, mahoratingizni ko'rsating, mijoz keyin sizni tavsiya qilsin. Ana o'shanda sizda ish ko'payadi. Pul masalasiga kelsak, mijozga ishingizning narxini aytyapsiz. O'sha narx evaziga nima xizmatlar qilishingizni aytyapsizmi? Qadrlatishga kelsak, o'sha qiladigan mehnatingizni ochib beryapsizmi? Qancha vaqt ketishi, qanaqa qiyinchiliklar bo'lishini. Bu yechimlar yillar davomida yig'ilgan tajriba. Shuning uchun ustoz shogird degan narsa bor. O'zi o'rganib ishlagan odam bilan ustozda o'rganib chiqqan odamning farqi shunda.